Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Buxoro viloyati Shofirkon tumani Sharof Rashidov mevkiida 554 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekilgan, maydon hajmi 3,5 gektar, uzunligi 130 ga 93 metrni tashkil qiladi. Bu yerdagi ekinlar zamonaviy usullar bilan parvarishlanmoqda. Hozirda ekinlar yaxshi unib chiqish holatida. Ekinlarni yetishtirish davomida jarayonda sug'oriladi, tabiiy va mineral o'g'itlar bilan oziqlantiriladi. Ushbu loyihaga 4 ta dehqon xo'jaliklari biriktirilgan. Har bir dehqon bu yerdan samarali foydalanish uchun ularga lider tadbirkor biriktirib qo'yilgan. Bu lider tadbirkor Rajab Atoyevich Ichike ishlab chiqarish korporativ biriktirilgan. Ushbu loyiha Agrobank hamkorligida Buxoro viloyati Shofirkon tumani Sharof Rashidov mevkiyi 564 sonli konturda amalga oshirilmoqda. Bu yerda kungaboqar ekilgan, maydoni hajmi